Jungo Uyg'ur 12 muqomi Uyg'ur an'anaviy madaniyatining munavvar vakili. Shundaqla avom xalq ro'yining va aql farosatining jazviri bo'lib, u bir millatning orzu istak ham qalb sadolarini aks ettirib qolmay, Uyg'ur xalqining muzika va naqsh usuliga mohir bo'lishdek to'g'mi talanti bilan iste'dodini hamma joyda jo'lalantirib Uyg'ur muqomlari milliy kuy ahanglarning mujassimi bo'lib, xalq kuy usullari bilan o'zaro birikib ketgan. Shundaqla islom diniy murosimlari va tabiat bo'lgan e'tiqod murosimlariga oid kuy usullar bilan zich bog'lashib ketgan bo'lib, Uyg'ur san'atining eng yuqori saviyasiga vakillik qiladi. İnsaniyat g'ayri moddiy madaniyat meroslari vakillari majmuasi. Bugün yeni özlerini malal kıldır. Tolumu uyat oldu. Balı üçün emasmi? Bo'ldi. Turib kelasiz. Qo'shamiz. Qo'shamiz. Mühletni behli qisqa cheklab beribdi. To'yliqni 10 kun ichida tayyor qilinglar desa, buncha ola ko'p pulni nereden topamiz? Ah Xudo. Ana, o'tganda kelish bo'lgan emasmidiq? Yana o'zgaribdimi ha? Balam, sen tushunmaysan. Endi zodi qanday qilib? Ya uyda ep chiqib sotqudakmi? Bir narsa bo'lmasa. Ana, silining yana eliqi. Oltin halqini demsen, uni allaqachon setib etgan. Kim o seni undaq egiz o'qirga esilsin debdi. Yanaqlıqda muqamçılarning muqam aytish musobaqasini o'tkazadi. Kimki bas ishni yengib chiqsa, So'pibay hocam shu kishiga naq maydonda 10 kumush tanga e'lon qiladi. So'pibay hocamning so'riniga qatnashmagandilar ya. Pul in'om bergidekmish ku. Boshlarni choyqaydilar-ku. So'pibay hocam levzida turmasmi? Əmsə, bu gepçe Abdullah tağamga futurup qoyuşdan ənsireydi kelle-de. O eytalıgan ne? Dadang mı eytalaydı? Dadang onçilik eytamay qalar mıydı? Onun üstüge Abdullah akam yaşınıp qağa adam tursa. Abdullah cevap verip oldu. O bəslişki qatnaşmaydıgan oldu. Onun bağmaydığını mı bir hesapta optan boptu. Sili basılılı bumudu mu? Şu emasma. Cəmiyyətimizdə mi neçə evladımızdan beri muqamçılar çıxıb kelivatqan tursa. Bu tökürekte silini besip düşüdüğaladın yeni kimler bulmakçıydı? Abdullah bağımısa ben kim bilen bəslişimən? Aş bir neç qosaq vaxt sayaq sazandiler bilen bəslişemdi mən. Onda qısam, menin yüzüm tökülüp ketmemdi o. Kanlaşmağın. Bu yakına. Dayanlı bunlarla dayanlı. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Peşte olan bu Raisadaki en çok bazar. Dehqonlar bazar günü hemiz bir şeyga yig'iladi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tağa. Qandaqroq? Tijoratlari o'ngishliqmi? Xudoga shukr. Qadra va. İnşallah. Qani kilonlar. Yalimiz satib qani kilonlar. Quruq yalimish ha. O So'pibay degan kim bo'ladi? O mushu to'garakdagi eng katta zamanda o'zi muqamiq to'lama yerismi? Buningdan xabarim bor. O'g'illarning sunnat to'yi ham qanday bo'ladi? Rahmat, rahmat. Yuzimni qilganlarga rahmat.
Unda bo'lsa, baho to'g'riliq, baho maslahat kelishib olmaylimi? Ha, kelishib qolamiz, inshaalloh. Biroq bu qatim pul olmaymikin, yog'och olaymikin deyman. Buningga o'zlari nima deydilar? Yog'och olamdilar. Qanchalik olmoqchidilar? Bir osh pishim etqinimga 5 metr beralimi? Sizlarcha bu talabim bak ortiq ketmaganda? Badira olamdilar yoki limmo? Albatta lim olaman-da. Badirni ayrim hisoblashamiz. Bundoqmi hisoblamdi? Hayır, bu oson gap. Mening muqomimni o'zlarining yog'ochlariga o'xshash uzun qisqalig'i sundirib hisoblaymiz. 5 osh pishim muqom etsam, acaba 10 metr yog'ochga yaramasmi? Lan qarasizlar, 5 osh pishimgacha etgan muqom 10 metr yog'ochga yaramasa, men mo bak jan tatgan bo'laman, ha? Meningcha, silmi meni tan qisq qo'ymaydiganlar. Muqamni metriq sundirib hisoblasak, bu jahonda oz uchraydigan ish ekan. Zodil anglamabdi ekanman. Agar qo'shilsalar, cho'qim ma'rakalarda muqom aytib beraman. Agar ziyon tortmaymikin desalar, bo'ldi, men qaytib ketay. Ishqilib bu yurtda men aytgan muqomga tashna bo'layotganlarmi oz emas. Xo'sh. Aldirimizlar. Kelishib qolamiz. Ay. Anglasam yaqinda to'y qilgadaksan qo. Muborak bo'lsin. Muboraklikdek nima ish bor deysan? Ishimni birga berib qo'ygan tursa. Ay. Mush yoshda bo'lsa-mu to'y qilib olsang, muboraklashga arzimamdi. Ustam, nandan 2 olay. Ma'qul, mana. Anglasam Abdulla akam basishga qatnashmagan qo. Nima ishqa? Sen uchun bo'lmamdi. Abdullah degan bu qeri nemishqi dadam bilib eslashmaydi ekan. O yengilib qolsa yuzini to'kilishdan qo'rqqan gap. Ana! O baslishda yengilib qolsa dadamning nom shuhrati chiqib ketishidan qo'rqamdi yoki dadamni tanqislikda qo'ymoqchimidi? Abdulla tağangning dadang bilan baslashmasligida cho'qim bir sabab bor. Balkim dadang bilan orazlashib qolg'isi kelmagandi. Qodir, deb baqa o'g'lim. Bahargulning dadasi dadangni yengalarmi? Bilmayman. Ular azaldan bile tenkesh qilishib kelgan. Lekin zodli baslashib baqmagan. Abdulla tağamni dadamdan ustun turdi desa, faqat uning ashu satari ortiq turdi. Ana, uning ashu satar bilan muqam etganini anglab baqamitlar. Yo'q, anglab baqmagan. Men anglagan. Haqiqatan mo'nliq. Dadam uni soz bilan tanning bir kishi deydi. Men aniq birim demayman. Ish qilib ajoyib yaqinlik. Abdulla aka? Abdulla aka? Oy, abla sustam, keldingizmi? Oy, zo'r xayanga, teshliqmi? Teshliqmi? Abdulla akam qani? Ar qo'ylida. Ma'qul, o'zimni chiqay. Abdulla aka! Abuz tag'am keldi. Abdulla aka, teshliqmi? Dada, men o'ynab kiray. Qani o'tirafkan. Abdulla aka, 12 muqam musobaqasiga qatnashishdan hargiz bosh tortmaslajmi? Bo'g'iz kuyog'ilishga ket. Qani o'tirib sizda. Bo'ldi. Gapimni anglasizlar, Abdulla aka. Bu 12 muqam musobaqasi 10 necha yildan beri o'tkazilib baqmagan tursa, sizlar nima ishga qatnashmayman deydilar. Abdulla aka, baslashishda yengib olsam, bo'g'iz qodam ranjib qolarmikin deb asrayotamli ya. Ma'lum ma'lum. Sizlarning azaldilla uning kichik o'g'lini ikki o'g'il qilibag'ilari bor edi emasmi? Ukam, gaping tugdimi? Kela, o'tiramiz. Deganlaringning hammasi to'g'ri. Lekin sening yeshing hozir xili cho'ng'ib qoldi. Ara tasdi bir loyiq topdi. Mushkullarda sen men bilan birga yurib, yurt oralab muqam etqanga yarasha tuzuk pulni topolmading. Qandaqli bo'lsin, sening to'yingga chiroyli berib, bir qancha muqam etib bermasammi bo'lmas. Qandaq dedim, Endi avo Sopabayning musobaqasi qilib berish, bormaslikning meningcha qaraydi chog'liq. Abdulla aka, bu to'yning ishiga kelsak, siz bilmaydilar-jumi? Bilaman. Berildigan 10 tanga inomni deydigansa shu, Bu odamni obdalla qiziqtirdi, to'g'rimi?
Abdulla aka. Onundan başqa yana yana elallah chaplanib bo'ldi. Bu yaqin atrofdagi mahalla kentlardan xabar topganlik xalqning hammasi anglag'ili keladi. durus. Yana baslashga men qatnashmasam, Hoshimmi qatnashmasligi mumkin. Agar shunday bo'lib qolsa, el jamoat noumid qoladi, to'g'rimi? To'g'ri, naq gapni dedilar. Shunlashqa bu musobaqaga qatnashmaslar hargiz bo'lmaydi. To'yning muhlat so'rkiga o'zim bir amal qilay. Hey, Havaxon. Dada. Havaxon. Hey, Havaxon. Boy bozorda Husanjon bilan uchrashib qoldim. Buni uningdan qarz oldim. Qani, ol. Bozorga berib, o'yinni boqqin. Yana nimalarni ilish kerak ko'rib kelgin. Bunchilik pulga nima keladi deydilar. Hey, yana bor. Husanjon Urumchidan kelgan mehmonlarga hamroh bo'lib, bir yipak savdogarining uyiga mehmon bo'lib bordi ekan. Ularning Abdulla ikkimiz aytgan muqomni anglag'isi bor ekan. Abdullamo billi bordigan bo'ldi. Undaqda hilqi basish so'rnuchu. Qatnashmasak bo'ladi. Bizga Urumchilik mehmon muhim. U savdoga pulni xili ko'p beradigan bo'ldi. Balam, senin ishingni Allah o'zi o'ng qildi. To'yingni qila oladigan bo'ldim. Balam, yaxshi bo'ldi. Endi ko'nglim joyiga tushdi. Xotirjam bo'ldim, balam. Xotirjam bo'ldim. Hoshmaxon. 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 Kendirga inib ketyapti-ku. Bir ish bilan men izlab kelganliklarini bildim. Sizlarni o'yda saqlab tursammi bo'pti-kan, ha? Undaqda amiz men sizlarni o'yda saqlay, ha? Hey, Abdulla aka. Abdulla aka. Man qaraslar, sizlarga yaxshiroq bo'lishga bek amroqchimi? Balamning to'y ishini demagan bo'lsam, sizlarni hargiz izlamaydim. Obdan ishlar ekan. Ma'qul. 10 kumush tanga sizlarga lozim bo'lmasa, menga lozim emas. Yipak savdogari Urumchilik mehmonlarga rastlagan aytib so'ringa bormay qolmaslar, ha? Yoki pul topadigan boshqa ishlar bormi deya. Hoshmaxon. Unchalar ranjib ketmasizlar. Men ata cho'qqim boraman. Sizlarga shu To'mirchi Abdul Ustamning ishi hal bo'lganligini deb qo'ymoqchi bo'pman edi. Lekin bu katta basish so'riniga ikkimiz qatnashmasak zadi qamlashmoqlik. Uning ustiga ikkimizning undaq cho'ng so'ringa qatnashmaganimizmi xili yillar bo'lib qopti. Berib qatnashib kelmaymizmi? Shu emasmi? Undaq cho'ng so'rinlarda nag'ma-navo qilmag'ilimi xili uzun bo'ldi. Esimda qilishcha, rahmatlik otalar hayot chig'ida mushundaq so'ringa bir qitim daxil bo'lgan edi. Shunday. Uning ustiga yana Bu qitim biz oldin kelishib olaylik. Qaysimiz yansak mayli, ammo pulni tang bo'lishaylik. Hey, qere. Meni yengilmaslikdan ansirayapamdilar. Bo'lmaydi, kim yansa pul shuning bo'ladi. To'la ustadlik qilmasizlar. Niyatlarni buncha yomon qilsizlar. Yaxshisi, yanala tang bo'lsak bo'larmikan? Bo'lmaydi. Bu qitim ikkimiz haqiqiy baslishimiz. Hoshmaxon, agar mushundaq deb turibsizlar, besh kunda qizim Bahorgulni kelinlikka bermayman, jumoman. Qani ko'ramiz. Hey, amisa saharrak turala. Ha? Yosh xotinga bog'lanib qilib, sahar turolmay qolmislar yana, ha? Ma'qul. Hoshmaxonim. Abdulla aka qarslar qizlari Bahorgulning bir tatliq uxlab ketganini xuddi issiq qonda yotgandek. Shug'inisi u o'g'il qolmadi-da. Biz kelishib olgan-ku. Xudo xolisa, xudi bulimiz-jumi. Zo'rixon ikkimizning niyatimizmi shundaq. Vallahi cho'ng olsin. Shu chaqda bir gap bor, ha? O'ltir. Bizning Zarafshon bo'ylarida faqat Abdulla akam bilan Hoshim akamlar dangliq muqamchi hisoblandi. Ko'nglimdekini desam, Hoshim kam har qancha kuchab chilib etgan bilanmi, Abdulla akamga yetanmaydi.
Unutib qolma. Abdulla akamning ota bobolari necha 100 yil ilgari Xonish Amanisa xonning o'rda sazanisi bo'lgan ekan. Abdulla akam ularning avlodi. Shundaqla muqomning haqiqiy varisi bu. Ustam, ketmem pütkenmidi o? Ha, deştikmi? Pütti. Ögzenge çıkıp aksın. Hey Ağine, tezrek mağaylı. Keskip kırıp, bulduk kuru kamaylı yana. Bakın bakın. To'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Dada, qarslar. Abdulla. To'xtab turinglar. Stop. Harun stop. Gelinin bo'ldi. Dada, avayrıslar. Assalomu alaykum buva. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Buva, avayrıslar. Yaxshi. Buva, daraxtay salqınıraq, o'ltirib anani ilaslar. Dada, buvam sug'urib kelcha demiz qilib qopdi. Buva, aldırmay damlarni elib elib so'zlizlar. Siz Mug'anni Abdulla Xungu deyman. Shundoq. Men Abdulla bo'laman. Aka, bir ish bormi-te? Men faqat Abdulla aka. Sizlar bu mansaq bo'libdi-ku. Bo'ldi, aldırmısınlar? Qarmandigan bu ishni. Voy chamsa kelinglar, Abdulla tog'imiz muqam etib berdik-a. Ağine biz neye vereylik? Biz neye verelim? Çok. Mayli. Çok. Bir badamı deri güşe mikrop idi. Men Ürümçi'den kelgen mehmonlarga nag'ma qilib kelgan. Kirishga bo'lmaydi. Hech kim kirgizilmaydi. Meni o'zinglar taklif qilgan-ku. Bo'lmaydi. Ayad kutib turibsizlar. Ayibga buyurmag'aylar. Kirgizolmayman. 30 necha yil ilgari o'g'limning to'y ma'rikasida otlar bilan ishkilarning nag'masini anglagan edim. Bu otlardan qolgan satar o'xshamamdi. Ha, shundoq. Shundoq ekan. O kishining g'azali hozirgacha quloq tubimdan faqat ketmaydi. O g'azalning sadosi cho'lda shildirilgan buloq suyidek. Qonliqda ayon bo'lgan qizchaqning simosidek yurakni larziga solatdi. Balam, jinim balam, 12 muqam degan bizdek chanqigan dehqonlarning mangulik yurak sadosi, mangulik do'sti. Durust deydilar. Bizlar bu chet yoqqa dasht bayovonda g'urbat ichida yashaymiz. Shundoq. Lekin bizning ajdodlarimiz qoldirgan 12 muqomimiz bor. Har qancha mushaqqatli kunlardami biz yanala shu muqomdan lazzat va huzur ilib yashaymiz. Shundoq. Bu xuddi sili terigan qo'g'indan bir tilimisak, yuraklarimiz yashargandek bir ishtisizlar. Rost dedilar. Shundoq. Murod efendi keldi. Assalomu alaykum. Nechaman turyotamsizlar? Assalomu alaykum. Murod efendi ahvolinglardan xabar topdi. Xotirjam bo'linglar, ha? Hüseyincan, bu yoqqa kel. Bu yoqqa. Men nag'buna vaqidek fursatni bo'lmadi-ku. Amni kelganingiz nimasi? Hammasi ash Abdullohning kasobsida. Qo'shamsa. Hey Hüseyincan. Hey Hüseyincan. Shunday juda qilmadingmi? Xayrixo'sh. Bo'ldi gap qilmas. Qanday bo'ldi? Topilgan pulni quruq qoldim mana. Bekor kelgan bo'ldi. Nima qildingiz? Bizni shuncha uzoq saqlatib o'tdingiz. Hamma ayb Abdullohda, menda gunoh yo'q. Ha, bo'ldi. Eling amoni. Qo'shamsa. Shuncha chiroqdan kelsam, oram mushu lotini beramdikina.
Ben ya xotun kishi bo'lmasam. Hammasi aş Abdullah degan qeri o'g'rining kasabiti. Tasini terik turdi. U qeri o'g'ri. Nima degan naschilik bu? Bana pul gerek pul. Üzümünü kütenleri. Bildin mi? Pulgu tapamadın bana. Emmini kaz sen. Burada kapımızla asla üzümü geç acıları desmezler. Üzümü yaval. Bana üzümü ye. Bana yaval. Ye. Bu göz doymaydıgan kalender. Balamın toyuğu ciddi pul lazım buluvatkanlığını bilip durup bana az ziyan saldın mı ha? O yüzüklerin naehli, naehli. Haşim Akon. Beni bunda tılavamızla hem de. Kalenderlerge nermi geçti kılıdığan kere ahmak. Ben nama akıl bulay dedim ona. Benim pul pipişimge dahlik kıldım. Yüzümümü töktüm bildim mi? Haşim Akon. Ben neymiş kimi sendek hamakat bilen hem kardeş kaldı ben. Haşim Akon. Meni şu cirelli kılıp yeni nimge ergiş geldi. Sağan zinin az mı? He? Yeni nimi kılay deysen. Aş koğuluk kılıp özünge okşaş kalender kotundu birini tepip makallı işlik kanmıdın. Keynimdi nimba. Sıkar. Severlik resmenden öttü. Rencimizle bir hoşulay rencimizle. Kötü yağlı mı geptirin ne? Ya ben kat kapılak mı tenden saklıkız yallayam. Bopta menden ötüp dur. Sılыбamızla. Anlıqım yok. Neçə yıllardan beri sılıb aşkla azdırıp pul tep yürüvatı ben. Sılыбamızla ben nereden mi? Gepleri tügüdü mü ha? Sözlep oldun mu? Hem de koğulukları mantıla. Haşim Akon. Canım Haşim Akon. Açıkları bezmezler de. Oldu sözlü beyli koysular. Hem söz diyen anime faydası. Kısa Haşim Akon. Ben sana geçirmem. Esselamu aleyküm ehli cemaat. Ve aleyküm esselam. Tekime kiliştiler mi? İşimiz mi bir küllük yola. Uyak diyeni sopa bayım ba. Neç gün ilgiri biz intizar bolgan muqamçılardan Abdullah Axun bilen Haşim Axunның yezimizden ötüdüğünü anlagan edik. Şoňa her qaysylaryny bir keç kondurup elip, nägme nawalaryny anlap alsak meken dep taýýarlyk görüp goýdyk. Bizde kömüş dengi bolmasamy, lekin açlyk, paxlallarny äkep goýgan edik. İşkillerge makul kelämikin. Bugünkü işte ey resmenden öttü. Beni her kaç tılıslim meyli. Lekin bugün muş yurttaşlarının rani yandırtıkalla. Size şunu dep koyay. Ben mısırlığı dep koyay. Bundan keyin herkes mısırı bilen birle nägme keçlik kılmayman. Şundakla sırı bilen birle herkes seperge çıkmayman. Yine dinlemekçi. Demem de lan. Disile. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Esselamu aleyküm. Esselam geldim mi? Teştik var. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Teştik var. Bana erdobdan. Müzehheb eyleyin peykolların cismin ara her yan. Yine baş çektim çekti zabane şöhle icran Kaçan peykan körünge ecri utilim şöhlesi bulsa
Muradi efendi. Mana bu muqamchi Abdullah tağam bo'ladi. U mushu to'grakdagi eng donliq ham kam tepiladigan muqam san'atkori. Var mıdır imkan? Vay ne teş altı tenimni. Cemaat! Korkmanglar, o'tiqmanglar! Kaçmanglar, kaçmanglar! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdullah aka, bu kishi Urumchidan bu yerga tekshirishga kelgan Murodil efendi bo'ladi. Bayıqı gümbürligen nemining ovozidir. Hozir vaziyat baqalaymoqal. Qoldi komendanchilar bilan bir qism yerlik banditlar fursatdan foydalanib bo'lang-talang qilyotidi. Qarbandigan bu ishlar. Bu tuqqanlarimiz necha kundan beri bizni kutib turibdi ekan. Asli ularga bir kecha muqam aytib beray dedim. Lekin bu bu Qaraslar, Abdullah aka. Bak hasratlanib ketmisizlar. Sizlar omon bo'lsizlar. Shu hammadan a'la. Kunduzi Murodil efendiga naqshonlarni anglash nasib bo'lmagan edi. Sizlarni bu yerda uchirib qolarimizni o'ylamabdi ekanman desa. Shundoq bu degan taqdirdan ha. 12 muqam milliy madaniyatimizning javhiri. Shundoqla bizning boyligimiz. Vaqt qis bo'lg'achqa ortiqcha so'zlamay. Sizlar shu so'zimni yodlar tutqaylar. Men sizlarni izlab kelguncha o'zlarini asrab, sog'-salomat kutib tursizlar. Sizlar hozir faqat o'zlariga mansub emas, balki millatimizga ham barchamizga mansub. Agar bu qitim Abdullah putli qashang bo'lmagan bo'lsa, qo'liga kepli qolgan puldan quruq qolmagan bo'lardim. Soningning eri boshlab kelgan hiliq odamlar qandoq odamlarkin? Gap so'zlari g'alitilik turadi. Hashimaxon, ortiqcha ishlarga boshqa turmay, o'g'limizning to'y ish to'qliq o'ylashayli endi. Bizga yana hilqi musobaqadan keladigan in'om puli borligini unutib qolmaganlar, ha? Ikki eshakni bir o'qirga bog'lasa, bir-biriga yo'l qo'yami? Bu nima deganlari? Ha? Bu qitim bir ish ko'nglimga kashdi. Boshqasini go demak turayli. Adnasi Sattarimo Abdullahnikiga yetmaydi ekan. Dadisi. Nimani xiyol qilyotdilar? Hech nimani. Bu qitim safardan kepla shuklab ketdilar-ku. Bir kimning qizi sizlarga xushtor bo'lib qolmagandi? Kulmasizlar. Choy ichsizlar. Gap qilsin-chu. Xotin. Tabbaqina sen men bilan o'y tutvatsan. Manzali qandoqroq odam? Qandaq odam bo'latdilar. Nayt shu satarchilik muqam aytadigan odam-ku. Shundoq. Biz necha avlodimizdan buyon sozanda ham muqamchi deb otilib kelyapmiz. Lekin Urumchidan kelgan Murodil apandi degan kishi sizlar o'zlariga mansub emas, balki millatimizga mansub dedi. U yana 12 muqam bizning boyligimiz, tavarrukimiz deydi. Nima? Sizlar ishondinglarmi?
muqam degan ham tavarruk, ham boyliqmikan? Agar rost shundaq bo'lsa, biz mushundaq g'urbatda kun kechirarmiydik? Sizlar otalarning muqamni nonga tegish qilib bo'lmaydi deganini unutib qoldingmi? Helimi yaxshi heliqi So'piboy muqamga havas qilib 10 kumushtonga in'om atabdi. Bo'ldilar, bu gaplarni qilishmayli. Yenili tushunmadim. Men nima ishqa o'zimga mansub bo'lmoqdakman. Ana, ishni asla, biz keldik. Ha, mana. Qaytib keldinglarmi bolalarım? Hazırmı keş qaldinglar-ku, ha? Qani, kiringlar. Kiringlar. Hammani setib oldinglarmi? Ha, to'liq setib oldik. Ana, mana bu qo'g'in. Mana bu to'qqa keldi. Mana bu samsa, mana bu yog'liq to'qash. Bo'pti, obdan qilsizlar. Dadam obdaroq kutinib, musobaqaga ruhliroq bosun. Ana, dadam qani? Uyda. Ha? Kirib yo'qlab chiqay. Ha, to'xta bolam. Kirmay turg'in. Uni hozir ko'ngli oromida emas. Nima bo'pti? Yuringlar, uy kirib so'zishaylik. Dada, texi uflamadinglarmi, ha? Dada, g'am qilmisizlar-chi? Sen degan bola tursam, g'am qayg'uning nimaligini bilading. Anamdan hammani angladim. O'g'illar tursam, albatta daftarga yetishim kerak-da. Bu kichik bola o'ylashadigan ish emas. Dada, bu 10 tanga akam uchun to'limi muhim. Ailemiz uchunmi pek muhim. Dada, bu pulga jazman erishmasak bo'lmaydi. Zo'raxon. Oy, Zo'raxon. Ha, mana. Satarimni nari qo'ygansan? Bahargul, berib qarab boqina. Dadang nimani izlayapti ekan. Ana, dadamning satari yo'qtirdi. Nima? Satarimni ko'rdingmi? Tekchid yo'qmikan? Tekchid turadi-ku. Tekchida hozir hech nima yo'q. Bo'ldi, oldirmay tursilar. Men izdishib beray. Bu jinimdan ayrılgandek iş oldu bu hem de. Qani, elisizlar. Shuncha esil sata. Mushundaqla yo'qolib ketgani nemisi? Satarim yo'qolib ketdi deysa. Bundan keyin shundaq esli satarni yasay oladiganlar chiqqamdi yo'q, kim biladi? Dada, Yusanjon molim yo'qlab ketdi. Voy, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qani, Yusanjon aka. O'tir. Qani, marhamat. Dadang endi rostli baslashga qatnashmamdi. Dadangning satari rost yo'qolib ketdimi? Ha, texi oqshomda uyda bor edi. Lekin attiganda qarsoq yo'q turdi. Qiziqish bo'ldi-ku bu. Ay, satar o'z puchqirib qochanmas. Abdulla aka, bu faqat 10 tangining ishi emas. Yangiqlikning muqam yurtda ishkanligini hamma odam biladi. Atrofdagi har qaysi noya yezladinmi bu musobaqani ko'rgili odamlar keladi. Sizlarmi biladilar. Agar sizlar musobaqaga qatnashmasalar, Hoshim akami qatnashmaydi. Navoda rosa shunday ish bo'lib qolsa, mahalladagilar bak umidsizlanib ketadi. Abdulla aka, Yusanjon molimning gapi o'rinliq. Biz yolg'iz So'piboynilar ko'z tutmaymiz-da. Biz yurtdoshlarimizning anglishini ko'z tutamiz. O'chi bir yaxshi miltiq tayansa, dehqon bir yaxshi ketmanga tayindi. Endi men-chi? Men bir yaxshi satarga tayinaman-da albatta.
agar yaxshi bir satar olmasa, men bu muqomimni voyaga yetkazmayman. Dada, Fatimaning sizlarga deydigan gapi bor ekan. Ha. Keling bola. Abdulla tog'a, yursizlar, bizning uyga boraylik. Nima ishdi? Mush yerda daramamsiz. Men sizlarga yordam qilmoqchi edim. Yursizlar-chi, yursizlar. Ha, ma'qul. Men berib qo'y, ya. Juringlar, bizni boraylik-chi. Yuring Husanjon. Haqiqatan kasb ahlida birli tatib shuncha yiqimliq mung chiqaribdi. Agar rozi bo'lgan bo'lsalar, operib ishlatib tursalar, qizim silni boshlab kelgan tursa, men silini noumid qo'ymayman-da. Bir esil satar. Haqiqiy chivar Muhannining qo'liga tushsa, o'z joyini topgan bo'ladi. Abdulla aka, qani asila, bu mo peshqadam ustozning ko'ngliga qabul qilsalar. Rahmat sizlarga. Arzimaydi, ma'qul. Amisa, oriyat deb turay. Musobaqa tugaganda qaytirib beraman. Bo'ladi. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Abdulla aka, endi musobaqaga qatnasha oladigan bo'ldik. Qatnashimiz, albatta qatnashimizda. Men bilan bag'ilshamsan yo'q. Men Hoshimga do'st tikaman. Sen Abdullahga do'st tikamsan. Do'st tiksak tiktoq. Nimadan tikamiz? 10 dona samsa. 10 dona samsa? Mencho, sana bir qo'y do'st tikaman. Jur'ating bormi? Sening Abdullah uchun sensing bormi? Albatta. Jur'at qila olamsan yo'q. Tiksam tikay. Bo'pti, bir qo'y bo'lsin. Hey, ishkinglardan qaysinglar yansanglar mayli. Lekin qo'yning 3 oy qirin, boshpaqalchig'i mening bo'lsin. Qanday? Bahargul. Qodir. Sizmi keldingizmi? Dadamga qatnashgan tursa, men kelmasam bo'lamdi. Men bu dadamga madadga keldim. Bahargul, sizni ko'rib pek xush bo'ldim. Biroq bugun bo'lmag'ida. Ertaga sizni kavob bilan mehmon qilay. Agar mening dadam yengib olsa, meni kavob bilan mehmon qilmaysizmi deyman, shundaqmi? Qanday sizning dadangiz yengidek? Cho'qim mening dadam yengidi. Nima kulsiz? Kulgim kelib qoldi shu. Ahli jamoat, xaloyiq. Bugun muqom musobaqasining oxirgi kuni. Endi xotimi musobaqaga tushadigan Abdulla aka bilan Oshimaxon maydonga chiqdi. Musobaqa boshlandi. Bu dutlar tolumu esilken cumu. Oqsoqol ustoz hunarga pishqan kishgan emasmi? Shundaq deganlariga hashqallah. Agar ustoz Sattarni bizga oriyat bermagan bo'lsa, qanday qilatdik kintan? Muqamga o'zlari shuncha hers turib, nemishqi buvaylar bilan billa bormidilar. Bağımga bar edi. Lekin qo'rqib qoldim. Nemishqa amdi? Quloq sosla. Yurkim shunchalik ansiz sep ketib o'tdi. Uydim o'ltiramay paranglashib chiqay deb sizning yonlarga keldim. Agar musobaqa so'riniga borsam, uni ko'rgandilla yurkim qepdan chiqib ketarmikin deyman. Unchalik aloqzodi bo'lmasalar, Abdullani burunqidaklar boshqalarga nag'mana vaqtdagili ketdi debla o'ylasalar. Top to'g'ri bir kun bo'ldi. Texich tugmasa, bu kechida xotirjamlik bo'lsin. Bo'ldi, boshqa xiyollarni qilmasalar. Qani, choy ichsalar. Eşle dil işlet
Teş. Ha, teşmo. Bu sence muallim. Kelim, oturun. Rahmet. Hani ben huzur oturun. Tatırmayın. Siz degan mushu tugrakdagi eng bilimlik zot. Yana muqomnimi tushunasiz. Men sizning qarashingizni anglab boqay deyman. U ishkalarning qaysi muqomni eng yaxshi aytadi?